Demak, biz hozir oshxonada oshpaz bo'lamiz. Tak, bizga mana shu joyda bergan. Apshak joyda. Buni taxlash kerak. Mana stollar kimdir sindirib ketgan. Bu stolni ham taxlaymiz. Yaxshi. Derazalarni qaysi qo'ling sindirgan bilmayman. Mana. Стало намного лучше. Теперь здесь можно принимать гостей. Здорово. Alisa. Что за звуки ремонта? Готовите к открытию новый ресторан? Что ж, желаю удачи, хотя вряд ли у вас получится что-то дельное. Это же мистер Шульц. Bo'ldi, tushundim. Tezroq o'yinni boshlanglar. Но в его ресторане всегда полно посетителей. Oshpaz bo'lamiz va restoranni o'zimizning restoranimizni yo'lga qo'yamiz. Ketdik. Tan. Aha, xo'p. Ого, какой крутой ресторан у мистера Шульца. Будет непросто его превзойти. Снова вы? Решили пообедать? Bularning gapi ko'p bu ikkita. Mana bacha bilan mana qizda. Спасибо, мистер Шульц, но мы ненадолго. У нас еще много работы. Что ж, нам действительно предстоит много работы. Но я уверена, у нас все обязательно получится. Прежде чем принимать посетителей, давайте отправимся на кухню и изучим первый рецепт. Klassическая бургер. Гамбургер. Ana shundan boshlaymiz. 9 tanga ekan atigi. Гамбургер. Играй без рекламы. Or, menga umuman kerak. Собери нужные ингредиенты. Demak, bizga qaranglar, go'sht kerak bo'ladi gamburgerga. Bilasizlar, go'sht. Buni menimcha chota sal nimarog'mi deyman-da bu go'sht. Bo'pti olamiz. Говядина. Tuxum kerak ekan. Tuxum. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta tuxum kerak ekan. Uyimda ham bor-da, lekin mayli, olib qo'ya qolay. Demak, mana bu tomat kerak. Mana tomatni olamiz. Tomat nimaga kerak, tushunmayman. Yog' kerak ekan. Mayli. Mana Половина сока. ko'kat kerak, ko'kat deylik. Салат. Bu nima, unmi bu? Un. Non kerak ekan. Nonmi endi bu, ha? Nima ekan bu? Дрожжи. Drosh. Mana xamir qilamiz-da. O'zimizni fermamizdan chiqish kerak-ku. Pulni o'zimizga olib qolishimiz kerak-ku. Biz o'zbekmiz u. Nima qoldi? Pomidor qoldi. Помидор. Bozorligimiz tappa-taq. Qancha bo'ldi bozorligimiz? Kim biladi? Demak, Подготовь ингредиенты. endi gamburgerni udarini taxlaymiz. Bo'ylalar. Bo'pti, birinchi go'shtdan tashlaymiz. Нарезать. Iloji boricha mana shuni lista kesamiz. Chunki boshqa nimalarga mijozlarga ham yetish kerak, biza ko'proq soqqa qilishimiz kerak. Demak. Katta kesavording. Men senga lista kesyapman. Yana katta kesaveryapti. Bo'lsin. Хорошо. Endi pomidorni ham kesamiz. Pomidor bor, ko'proq olganmiz, buni katta kesaversak ham bo'ladi. Buni kichkina kesadi endi, buni qara. Qolganini nima qilding? Yedingmi? Buni ham to'g'raymiz. Оторви все листочки. Okey. Burgerimizni masalig'i hozircha taq bo'lyapti. Demak, ikkinchi etapga o'tamiz. Давай Gaz yoqamiz. Gazni sal past qil. Chunki gaz o'chib qoladi. Moyni solamiz. Men bilaman. Ko'p solma moyni. Okey. Endi nima qilardik? Suv solamiz, suv. Moy ozgina suv aralashtiramiz-da, bo'lalar, xuddi benzinga suv aralashtirgandek. Открути крышку. Tomatni ochyapti. Mana ochdik. Ko'p solma bundan ham. Это
Это нужно потрясти. Mana. Sho'rtakkina bo'lsin-da, sho'rtakkina. Yeganda achchiqqina bo'lib tursin. Aylantiramiz. Va bizning anavimiz nima deydi? Tomatimiz ovqatga aralashtirish uchun burgerga kerakmikan bu? Ha? O'zi tuxum pishirishdan boshqa hech narsani bilmayman. Endi xamir qilamiz, xamir. Xamir qilish uchun nima qilamiz? Unni solamiz, bolalar. Нужно потрясти. Unni solamiz. Unni soldik. Ezangni chiqarmanglar. Demak, ozgina suv solamiz. Ozgina suv. Bu retseptni hech kimga aytmayman. Lekin sizlarga aytaman. Bitta like bossanglar aytaman. Droj solamiz. Отрежь уголок и потряси. Qaychi bilan kesamiz. Qaychi bilan kesdik. Droj soldik. Droj. Kammi deymanda ichida biz aldab beraman. Tuxum chaqamiz. Разбей яйцо. Ozgina yana sho'rtak qilamiz bo'lalar. Нужно Har doimgi qoshig'imiz bilan, bu tomat aralashtirgan qoshig'imiz bilan buni ham aralashtiramiz. O, mana xamirimiz taq. раздели его на O'rtasidan, teng o'rtasidan bo'lamiz. Aha. Buni bu yoqqa olib qo'yamiz. Нужно раскатать тесто. O'xlo. Mana katta qilamiz. Iloji boricha buni ham listday qilamiz. Bu ko'p bo'lib ketdi bu. Ekonom bo'lish kerak. Zo'r. Нужно резать булочки. Bo'lchkaga anaqa qil deyapti. Aylanacha qo'y deyapti. Zo'r. Qolganini nima qilamiz? Qolganini arishga qovuramizmi? Nima desam, non qovurish. Qani qolgani? Ular va pishirishni bilmas ekan bular. Zo'r. Endi nima qilamiz? Bola pishiramiz. Пора испечь булочки. Установи температуру и время. Temperaturani aytibdi. Ana unga qo'y deyapti. 180 ga qo'y deyapti. 60 daqiqa. Endi 60 sekundmi? Aytaymanki, biron marta ovqat pishirib ko'rmagan. 180 gradusda bo'lchkalarimiz qaynayapti. Hozir biz gamburger yeymiz. Отлично. Булочки готовы. Bo'lchka готов. Давай приготовим говяжий. Endi go'shtimiz bor edi-ku, katta kesib yubordi bu. Ana shuni hozir mistrepkadan o'tkazamiz. Aha, boz. Farsh qilamiz, farsh. Farsh qilamiz. Farsh sotib olsak ham bo'ladi, lekin go'sht olib farsh qilish arzonroq tushadi. O'chirib qo'yamiz, kuyib qolmasligi uchun. Фарш готов. Теперь нужно сформировать котлеты. Поместить Endi kotlet qilamiz. в форму. Solamiz. Qoshiqcha ham kichik lekin. Готово. Осталось пожарить. Endi pishirib olamiz kokletni. Yog'imiz ozgina qoladi, o'shani ishlataylik. Mayli. Yog'ni 25 ming so'mga olganman. Yog'langanmi yo'q. Теперь нужно перевернуть. Orqasini ham pishirib olamiz, bir tarafi pishmay qolsa keyin krentlar. Yana ovoli mana Начинка готова. gato. Endi burgerda eng zo'r joy keldi. Taxlash joyi keldi. Давай соберем бургер. Разрежь булочку на 2 части. Kesamiz. Ochamiz. Nima qilamiz bilasizlarmi bolalar? Birinchi bundan qo'yamiz. Это понадобится позже. Это понадобится позже. Bundan qo'yamiz. Tomatdan qo'yamiz. Это понадобится позже. Tomatdan qo'yamiz bolalar, tomatdan. Отлично. Вы изучили свой первый рецепт и теперь готовы принимать гостей.
Burger kimga kerak bo'lsa, eng zo'r burgerlar mana bizni Zafar Burger degan restoranga kelasizlar. Ko'rdinglar qanaqa tayyorlanishini burgerni sifatli. Oldilaringda bozorlik qilib, oldilaringda burger taxlab beradi. Kimga shunaqa burger ketsa bu kimga shunaqa burgerlar kerak bo'lsa, dastavka ham mavjud. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. А вот и наш первый посетитель. Давайте усадим его за Boyagi burgerni uzr, egasi kelib qoldi. Посетитель готов сделать. O'tir, men bu yoqqa ikkinchi stolga o'tir dedim men senga. Birga o'tiryapti. Теперь подадим блюдо посетителю. Будьте внимательны с номером столика. Ol. Mana o'z qo'llarim bilan pishirib yeganman, ha. Bir tishlashda yarmini yubordi. O'tiring siz ham. Nima xolos? Pulchali bo'ldik. Burgerni pullayapmiz. Keling qani? Nima xohlaysiz? Hozir. Ozgina sabr qilib turing, bizda ikkita joy bor-da faqat. Oling. Bu ikkinchi zakaz ekan. Biz bir-birini zakasini birovga berib bo'lmas ekanmiz. Men bo'linglar, tez yenglar. Turinglar, bo'pti, sog' bo'linglar. Mayli. O'tiringlar. Nima kerak? Burgerdan boshqa ovqatimiz yo'q. Ketdi, hozir taxlanadi. Sabr qiling. Qarang. Sabrning tangi oltin. Sap sariq oltin. Keldi mana. Yeb tashladi. Soqqali bo'ldi. 4 ta klientni to'yg'izdek bo'lgan. Ertaga 8 ta 10 ta keladi. Bilaman, meni biznesim rivojlanadi. Agar sizning ham biznesingiz rivojlanmayotgan bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qoldiring. Men sizga o'rgataman. Nima 36 tanga? 37 tanga. Shuncha mehnat, shuncha bozorga 37 tanga. Yashtiramiz bu biznes bo'lmaydi.